500 ming so'm, 600 ming so'm oshchara sot qilmay desangiz, bu videoni oxirigacha ko'rib tushunib oling. BYD'si bor akalar ko'pchilik savol beradi. NFC karta berildi, lekin ishlamayapti deb. Kuyib qolgan bo'lishi mumkin. Ishlamasligiga sabab besprovodnoy joyiga bu kartani qo'yib qo'ysangiz, qoldirsangiz, kuyib qolish ehtimoli bor. Bu kartani qayta tiklash 500 ming so'm, 600 ming so'm atrofida xarajat keltirib chiqaradi. Shuning uchun buni bu yerda qoldirmanglar. Bu yerda barga yoki bardachokka solib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin ko'pchilik haydaganimda rolimda vibratsiya beryapti deydi. Buni ham yechimi bor. Настройкаdan o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Настройка bo'limiga kiriladi. ADAS bosiladi. Помощник по безопасности. Bu yerga kirilib, mana помощник при въезде полосы движения. Bu o'chirib qo'yiladi. Bu nima deydigan bo'lsangiz, palasaning ichidan chiqib ketayotganda mashina ruli sizga vibratsiya beradi. Ya'ni palasadan chiqib ketyapti deb ogohlantiradi. Pastida avtomatik tormozlash tizimi bor. Buni ham o'chirib olishingizni tavsiya qilaman. Buni ham ancha o'chirib olsangiz o'zingizga foydali taraflari bor. Ya'ni o'zidan o'zi avtomobil xavfni sezsa to'xtab qolish funksiyasi agar kerak emas deb hisoblasangiz, bu funksiyani ham o'chirib olsangiz bo'ladi. Keyin ko'pchilik mashina yangi olganlarda bu yerda mana speedometrda kulish rasmi chiqib qoladi, ya'ni servisga olib boring degan yozuv chiqadi. Buni ham xavotirli joyi yo'q, servis funksiyasiga o'tiladi. Bu yerda mana interval обслуживания пробег до ТО. Mana buni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, buni kilometrlarni o'z to'g'rilab olasiz. Masalan, birinchi avtobus almashtirish vaqti 3,5 ming kilometr, keyingilari har 5 ming kilometrlar deb o'zingizga moslashtirib olasiz. Bu avtobus almashtirish vaqti o'tib ketib, mashinani garantiyadan chiqib ketib qolishiga yoki mashinangizni nimasidir nosoz qilib qo'yishiga sabab bo'lishini oldini oladi. Agar bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa yoki qanaqadir funksiyalar bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol kommentariyalarga yozsanglar bo'ladi. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham xudo xolasa yaxshi qiziqarli videolar chiqaramiz.